15. para. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 17. sura Bani İsrail. Mekke'de nazil bo'lgan 111 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Allah barcha nuqsondan pokdir. O Muhammed aleyhisselamga öz qudratining ba'zi dalillerini ko'rsatish uchun bandisini bir kechada Masjid-i Haramdan atrofini barakatli qilgan Masjid-i Aqsoga olib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Musoga kitobni, yana Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homiy, ya'ni parvardigor qilib dedik. Biz Nuh bilan birga kemaga tushirganlarning avlodlari. Ajdodinglarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qiluvchi banda edi. Isroil avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda Falastin zaminda cho'qim ikki qitim buzg'unchilik qilisizlar va zulm qilish bilan Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'liq haddinglardan eshib ketisizlar deb vahiy qildik. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchli bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ldirish, bulang-talang qilish uchun o'ylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. Ondan yana tavba qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunliginglarni asliga keltirdik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Ey Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliginglar o'zinglar uchundir, yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi, ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirishi va ishg'ol qilganligi yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, bizmi qaytimiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar beradi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar beradiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. İnsan o'ziga va bola chaqalarga xayrlik duo qilgandek, ochchig'i kelganda badduo qiladi. İnsan oldirangudir. Kechi bilan kunduzni, kamoli qudratimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringning fazilini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sa'y harakatda bo'lishinglar uchun kechi bilan kunduzning olmishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'g'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsili bayon qildik. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Uningga nomi amalingni o'qig'in. Bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Kimki hidoyat topadi ekan, hidoyat topganligining foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozidi ekan, ozg'anligining ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolig'imiz yo'q. Bir shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, fisq-fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xolgan odamga uning xolganini emas, bizning xolganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, bundoq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan ma'ni qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatidagi farq ziyoda cho'ngdir.
Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagan. Unda qilsang Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni mallallikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni do'shkanlamagan. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgan. Va ey Parvardigorim, ular meni kichigimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgan degin. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguvchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquvchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatolig'inglarni kechiradi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qiluvchidir. Tuqqonga, miskinga, ibn sabilga xayr saxovatdan haqqini bergin. Pul milonni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagan. Isrof qiluvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigoriga to'liq kufrani ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin, ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgan. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan. Qo'lingni to'liq echib o'tmagin. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir. Yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ltirmanglarki, Alloh odam o'ltirishni harom qildi. Kimki nahaq o'ltirildi ekan, qotildan qisos elish, ya diyat elish, ya kechirim qilish huquqini o'ltirilguvchining egasining qo'lida bo'ladi. Egasi qisos elishda chekdan eshib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ltirilguvchining egasiga Alloh haqiqatan madadkordir. Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahd ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozda tortib beringlar. Bundaq qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratliginglar uchun texmi obdandir. Bilmaydigan narsanga agashma. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Sen zaminda mag'rurani yurmagin. Akavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tanglashamaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagan. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlanasan. Acaba Alloh sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ularni ibrat olsin deb vaz-nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatan texmi yiroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek Alloh bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arish egasi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alloh pokdir, bularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. 7 osmon zamin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lsin, Allohni pok deb madhiylaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalarga halimdir, ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga qoldirib ketmaydi. Tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydiganlarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirun parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onni yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Tilovatingga ularning nima uchun, ya'ni masxara uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'ishigan chaqlarda sening to'g'rangda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamga egishyapsizlar deydi.
Ularning sening to'g'rangda birdam sehrgar, birdam shoir, birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundaq bo'xtonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar biz quruq so'ngak bo'lib va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq deyishdi. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildiradi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degan. Ular sana başlarını lanıştib, o qachon bo'ladi deyishdi. Sen o pat yaqinda bo'lishi mumkin degan. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. Bandalarimga aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Alloh sizlarni obdan biladi. Xolis sizlarga rahim qiladi, xolis sizlarni azoblaydi. Seni ular yani kafirlarga homiy qilib avatganimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zamindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib etishmi va uni boshqalarga yetkazib qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qilganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigorga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Parvardigorga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigoringning rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqit. Parvardigoringning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan har qanday bir shahar bo'lsin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu lavhul mahfuzda bitilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklar talab qilgan mo'jizlarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miraj kechisi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni faqat kishilar uchun sinab qildik. Biz ularni ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sen loydan yaratqanga sajda qilamdiman dedi. İblis menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumi? Agar menga qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yiltizdan quritib yutaman, yana ularni xohlagancha yetilayman dedi. Alloh iblisga aytdi: "Bag'in, sana muhlat berdim. Ular yana odam ballardan kimga sana ergishidi ekan, jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirish bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgan. Ularning mollariga va bolalarga sherik bo'lgan. Ularga yolg'on va'dalarni bergin, shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Parvardigoringlar sizlarni fazilni, ya'ni fazildan bo'lgan rizqlarni talab qilsin deb kemalarni sizlar uchun dengizda mag'dirib berdi. O haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, amon eson qurg'uliqqa chiqarganda yuz o'raysizlar, ya'ni ixlosinglar tugab avvalgi holinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilguvchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib balaq qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech shomi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inglarni qora bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch ep beradigan hech ahadi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Shak shubhisizki, biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik.
Dengizda kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemekliklar bilan rizqlantirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi, ularga qilchi zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratda ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tas qoldi. Ularning ko'ngildagidek qilganingda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga moyil bo'lib ketgili haqiqatan tas qolgan eding. Agar shunda qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda hasilab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Ular seni zamindan, yurtingdan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka urindi. Shundaq bo'lganda, sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'in vaqt tura oladi. Bu bizning sendan ilgari avatgan payg'ambarlarimiz haqida tutgan yo'limizdir. Ya'ni payg'ambarlarni orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan. Bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozda hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongan. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madihlanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izish haqiqatdir. Parvardigorim, meni qabrimga o'ngishli kirgizgin, qabrimdan o'ngishli chiqargin. Menga dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ato qilgin degan. Haqiqat ya'ni islom keldi. Botil ya'ni kufr yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorining ibodatidan yuz o'raydi. Cho'nchilik qilib Parvardigoridan yiroqlashadi. Uningga bir ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan ma'yuslanib ketadi. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashadi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Agar biz xohlasak sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib o'tadiq. Ondan uni asli keltirishga va bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yuzasidan uni ko'tarib o'tmadi. Allohning rahmati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini keltirolmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli misollarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqmaguncha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rmiliq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek, ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambarligi ekanligi yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmaguncha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz." Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pakdir, men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa hech odam bir mo'jiz keltirolmaydi. Ular yana mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, mubodo zaminda, ya'ni zamin ahlidek mengib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirardik. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishiga yetarlikdir. Allah haqiqatan bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kimki Alloh hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir. Alloh gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yalqunjitimiz.
Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan so'ngak va to'piga aylanganimizdan keyin rostila qaytadan tirilib yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Zolimlar faqat kufr qila unaydi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan yana tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilayotganlar inson bexil keladi degan. Biz Musoga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Musa Fir'avnga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musoga ulardan Isroil avlodini qo'yib etishni so'ragan dedik. Fir'avn uningga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Musa: "Ey Fir'avn, bular yana 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda ixro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Fir'avn, haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman" dedi. Fir'avn ularni Misr zamindan chiqarib o'tmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarning hammasini dengizga g'arq qilib o'tdik. Fir'avnni g'arq qilib o'tgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga kofirlar bilan mu'minlarni aralash ilib kelamiz dedik. Qur'onni haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmi haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguvchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib-bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'onga mayli ishoninglar yoki ishonmanglar. Chunki ishonishinglar Qur'onga kamolat, ishonmasliginglar Qur'onga nuqson ib kelmaydi degan. Shubhasizki, Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib, darhol sajdaga boradi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohdan texmi aymanadi. Allah deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi, qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana arziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimagan. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimagan. Ularning orasida o'ttirhal yo'l tutgan. Aytqinki, jimi hamd sana balasi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stiga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 18-sura Kahf. Makkada nozil bo'lgan 110 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamd sana Allohga xosdirki, Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish uchun yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisiga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof va ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular ya'ni yaxshi amallarni qilgan mu'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning balasi bor deguvchilarni ogohlantiradi. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'xtonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning eg'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng, ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. İnsanların qaysining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini to'ptuz bayovonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va raqamni bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng hayron qolarligi deb qaradingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalaridan ato qilgan, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquvchilardan qilgan dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganlari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysining g'orda qanchalik uzoq turganligini, inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik.
Biz sana ularning hikoyasini rostligi bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigoriga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib etdi. Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sherigi bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlariga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nimishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdimi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ya'ni g'orning ishiki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turadi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirisidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Allah hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amallari tufaylidan Allah ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargiz topolmaysan. Mubodo ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ikki g'orning bo'sog'isida ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib cho'qim qochgan bo'larding. Ularni uxlatganimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rasin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri, "Bu g'orda qancha uzun turdinglar?" dedi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, "Qancha uzoq turganliginglarni Parvardigoringlar obdan biladi. Biringlarni buyuringlar, bu tangalarni shaharga elib berib, kimning tamoqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib elib kelsin. O shaharga kirishda va tamoq setib ehtiyot qilsin, sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Bundaqda hargizmi maqsadinglarga erishaolmaysizlar. Ularni uxlatib uyg'otganimizdek, kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga bir tam etinglar dedi. Ular Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishiga oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Ular ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasaralar, ular 3 bo'lib 4-si ularning ikkidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib 6-si ularning ikkidir deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib 8-si ularning ikkidir deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'ina kishilar biladi. Ular to'g'risida nasarlar bilan faqat yuzakini munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'ong'imi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramagan. Sen bir ishni qilmoqchi bo'lsang, "At shu ishni cho'qim qilaman" demay, Alloh xolisa degan so'zni qo'shib degan. Alloh xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Alloh xolisa deganni esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng durust ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degan. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal, Allohning anglashi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijo topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atdigan oqshomda uningga ibodat qilganlar bilan sabrchan bo'lgan holda billa bo'lgin.
hayoti dunyoning zibbu zinatini deb ularni ko'zga ilmay qolmagan. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, nafsi xohishiga agashgan, davomli oshqullik qiladigan odamga agashmagin. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xolgan odam iymon etsin, xolgan odam kofir bo'lsin degan. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rvaladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq suv beriladi. Bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib o'tmaymiz. Ana shular ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramon bo'ladi. Jannatda ular oltin bileziklarni soladi. Nepiz va qilin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiyadi. Taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot, jannat nima degan go'zal joy. Ularga mundaq biri mu'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofiga xo'rmazorliq, ikkinchi bog'ning o'ttirsidagi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Har ikkisi kam ko'tisiz, to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stangni barpo qildik. U yana bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodarga faxrlanib, "Men sendan boy, odamlarim seninkidan ko'p" dedi. U mu'min birodarini yetlab beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda etdi. Bu bog' menga yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningda qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Uningga mu'min birodari munozirlashgan holda etdi. Seni aslida tuproqdan, ondan obimanidan yaratib, ondan seni ravris inson qilgan zotni inkor qilamsan? Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman, Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan cheg'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'lingdan hech kelmaydi. Desangchi, sening qarashingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mo, umidki Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilgay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing to'ptiz qaqas yerga aylanib qolgay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, yana asliga keltirish sening qo'lingdan kelmagay. Uning mevalari yana beg'i vayron bo'ldi. Uzum bedishlari yerga yiqildi. O baq sarf qilgan chiqimlarga hasrat chekib, ikki olqinni uvulg'ili turdi, hamda o, "Men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasamchi?" dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'ziga o'zi yordam qilolmadi. Bu yerda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Alloh o'ziga iymon etuvchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguvchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qiluvchidir. Ey Muhammad, ularga yana kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgan. U shuningga o'xshashdirki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmish bo'liq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Mollar va balalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqi qoladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir, umid texmi cho'ngdir. U kunda biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, to'ptiz ko'rasan. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni mashargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular yana jimi xaloyiq sab-sab bo'lishib Parvardigoriga to'g'rilanadi. Kafirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, balasiz yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagan sizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular, "Voy bizga, bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku" deydi. Ular qilgan atganlarning hammasining nomi amalga xotirlanganligini ko'radi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jinlardan edi. Shunga u sajda qilmaganlikdan Parvardigorining itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? Holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal?
Ular yana shaytonlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini, ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uvchilarni yordamchi qilib olganim yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytadi: "Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar." Ular chaqiradi, lekin ularning sheriklari javob bera olmaydi. Biz ularning orasida ular o'tolmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p datalash qiladi. İnsonlarga hidoyat kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishini kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquvchilarga xush xabar berguvchi, osiylik qiluvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambarlar ib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara qilib oldi. Parvardigorning oyatlari bilan panda nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidami zolim kishi bormi? Shubhasizki, biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohgoh topolmaydi. Shu shaharning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga ikki daryoning qo'shiladigan joyga yetmaguncha mengishimni to'xtatmayman, shu joyga yetganga qadar uzoqqa mengayveraman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l elib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga "Atdiganlik tamoqimizni elib kelgan, bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim biz cho'ng tosh ostida orom elayotganda yuz bergan ishdan yana pishirilgan beliqning tirilib, sevatdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rostilla beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Musa bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. O ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'ayibni biz bildirgan bir bandani Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa onunğa, Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni suhbatingda bo'laymi dedi. O aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan. Sen cho'nqur to'nib yetmagan ishga qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan?" Musa aytdi: "Allah xolisi meni sabr qilg'ich ko'rsan, sening buyruqingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga agatsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bermagicha uningdan so'rama." Shuning bilan o ikkisi birlikda mengib kelib bir kemaga chiqishdi. Xizr kemani teshivatdi. Musa uningga: "Kemadikilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemani teshivatdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding" dedi. Xizr sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib turmaysan demadimmi dedi. Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin ahvolga tushirib qo'yma." O ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balani uchratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Musa, sen bir begunoh jonni nohaq o'ltirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding.